Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 28 soniga hoş geldinglar. Bugün biz Sharq Turkiston sürgün dokumenti Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyarni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga hoş geldiniz. Rahmet, hoş bulduk. Biz bu programmamizda Sharq Turkistonni ishg'ol et asr zaman deb Amerika kongressiga e'tirof qilg'izish faoliyatiga to'g'riliq so'zlamoqchi bo'lib bu suhbat o'ltiribdik. Oldi bilan mushu faoliyatning imzo qo'yish faoliyatininki taraqqiyoti to'g'risida Salih Xudoyar apandimdan bir so'rab boqdi. Rahmet. Bu imza faaliyeti hareketini biz şu 5. fevraldan burunrak o'ylashib bo'lgandik. Gerçi 5. fevral ulgurolmaydiganligimizni bilib yana Amerikalik bizga maslahat berib atganlar bilan ba'zi o'zgartiradigan so'zni shiltadigan so'zni texnik kuchli qilamiz deb shunga ozroq vaqt ketdi. Uyg'urcha tarjima qilishga ozroq vaqt ketdi. Shuning bilan shu 2 ayning 8da e'lon qildik. Hammalarga ma'lum bo'lganidek, bu albatta bu masala gereksiz yerda majraga aylanib ketishga sabab bo'ldi. Bu jidallarga bu gereksiz yerda aslida bu yerda hiçbir buni munozir qilib turadigan meri yo'q. Qo'l qo'ysak ham bo'ladi tashkilotlar. Hammamiz ki Sharq Turkiston xalqiga, Uyg'ur millatiga foydali bo'lganligi qo'l qo'ysak ham bo'ladi. Ammo düşmanimiz bundan rahatsızlanıp özününki şu kolçumakçılarını, galçılarını şıksilip bunu şunda cidel aylandırıp etti. Ama cidel aylandırgan takdirdi mu yana hazırkıça 60'dan artık dünyanın arkadaş yerlerdeki Sharq Turkistonlik qarindoshlar bununla imza attı ve ulardan Allah razı olsun. Teşkilatlar imza attı ve teşkilatların reisleri desek buldu imza attı ve ulardan Allah razı olsun. Bunu şu yani 2 günden keyin ayaklaşdı. 2 günden keyin ayaklaşgandan keyin bunu şu 20 çisla resmi e'lon qilamiz. Neticesi 20 çisla e'lon qilamiz ve bunu şu parlament a'zolarga mümkünmez torg'um chiqarib qo'yamiz. Shu yerdan xalqimiz ko'rib oladi. Buni kimning qo'l qo'ygan va kimning qo'l qo'ymagani ochiq chiqadi. Albatta. Okay. Bu kimning qo'l qo'yganligi ochiq chiqadi. Qo'ymaganda shuningdan kim qo'ymaganligini bila olasizlar. Rahmat. Bu pek yaxshi bo'ldi. 60 dan ko'p tashkilot qo'l qo'yib yetibdi hozir. Yana davomli qo'l qo'yyotdi. Tunigin Salih Xudoyar apandim Amerika Xitoy ishlar mutaxassisi strategiyasi Bin Laden apandim bilan mush to'g'riliq bir suhbat o'tkazdi. Bu inglizcha o'qinish uchun X'da night cho'ng g'ulg'ul qo'zg'ab nurg'on odam ko'rdi, Facebook'dami, YouTube'dami shunda. Ammo bizning ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz inglizchani to'liq tushunib bo'lamidi, mushunga bir tarjimasi bo'lgan bo'lsa deb bir talab qildi. Bugun buni qisqartib men bir xulosalab beraman. Bunun tercümesini kilovatı bunun tercümesini kilovatı da. Muşundan dikin çıkarıp koysak. Muşundan dikin biz to'g'ri çıkarıp koysak oldu. Tercümesi bitti. Ama bu sohbetde azroq tuningi sohbet pek esil sohbet bo'lgani uchun bizning taqdirimizga bog'liq. Men buni hozir ko'pdir tushuntirib o'tay. Billasın efendim Xitoy ishlariniki mutaxassisi. Xitoyshunos. Xitoyda tug'ilgan va bizning Sharq Turkistonga 2 qatim borgan. Hamda bu Sharq Turkistonning besilingan davlat degan qarorining Amerika Davlat Majlisine o'tish imkoniyati hamda bizga Sharq Turkistonga bo'lgan ta'sir qanday bo'ldi degan savolga bilmasin efendim. Bu butunlay, ya'ni mutlaq mumkin. Va buning Sharq Turkiston mustaqilligiga alohida yaxshi ta'sir bo'ldi. Bilmasin deydiki, biz Amerika mustaqil va erkin davlatimiz. Biz haqqi ishonamiz, ya'ni rost, chin narsaga ishonamiz. Bu yerda nima haq? Xitoyning 1949-yili Sharq Turkistonni besib olganligi va shundan burun mustaqil yashaganligi hamda 2 qatimliq jumriyatni barliq keltirganligi amaliyot. Sharq Turkiston xalqining Uyg'urlarninki Sharq Turkistonda
Şu ikki qatim Cumhuriyet Cumhuriyet kurganlıqı. Ondan burun uzundin mezgil mustaqil Mustaqil yaşagan. Onun 49 yıldan burun özü mustaqilla yaşaganlıqı bu ameliyat deydi. Hem de Kongres bunu itiraf qilishi, to'g'risini deganda qayta itiraf qilishi desak bo'ladi. Chunki 1959 yılı bir qatim itiraf qilib bo'lgan. Qilishini ko'rsatish uchun biz Sharqiy Turkistondagi xalqniki lagerda tahdidga uchrayotganligi bu bir pakt bo'ladi. Kongressdan o'tishi mutlaq, asosan o'tadi deydi. Endi buni biz bu kongressda o'tganini biz asliga qaytirish, asliga keltirish deb qarasak bo'ldi deydi. Bu degani Xitoycha pingfan degan gap. Bu asli bor narsa asli qaytirib berdik degan gap-da endi. Buni ayt yaxshi gap qildi. Endi oddiylar kishilik huquq harakati bilan bu maqsadga yetkila olmaydi. Bu bizniki bu maqsadimizga yetishimizga hech foydasi olmaydi degan gapni qildi. Undan keyin ikkinchisida kishilik huquq aktivistlarininki bir jungo sepsiyasi bo'yicha bo'lganda Sharqiy Turkiston mustaqilligi Amerika tarafdan e'tirof qilinamdi, mush siyosatmanchi bo'lganda degan gapga Binlasin efendim nayt yaxshi gap qildi. Buningda biz siyosatning asosiy qarshimiz kerak. Tayvanmi, Sharqiy Turkistonmi ayrim davlat tursa, buni Jungoga taalluq deb qaramaymiz. Biz Sharqiy Turkistonni va Xitoyni ayrim holda e'tirof qilsak bo'laveradi, buning hech qanday tutilishadigan yeri yo'q degan javobni berdi. Ya'ni Xitoy o'zining davlati bo'lsa, o'ziga Sharqiy Turkiston Xitoy bilan hech munosabat yo'q ayrim davlat ikkilisini e'tirof qilsak bo'laveradi degan javobni berdi. Demak, bu nurg'un odamlarga bu javobni yetkazsak bo'ladi. Pek esil javob bo'ldi. Undan keyin bu Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lish ehtimolligi mumkinmi? Bushta bir ehtimollik bormi degan savolga nisbatan Binlasin efendim dediki, bu albatta tas. Ammo o'ylab bakinglar 1945-yili Jevishlar Yahudilar davlat qurishni shu chog'da haq o'ylab bakkan emas, 3 yildan keyin davlat qurib chiqdi. Ukraina Rossiya urush qilgan vaqtda shu vaqtda nurg'un odamlar, nurg'un aqlliqlar bular cho'qim utirib qo'ydi, bir ikki hafta ichida davlatni yo'qotib qo'ydi degan edi. Ammo hammalar ko'rib turibsizlar, bu undaq bo'lmadi. Demak, sizlarga bu fursat bor degan gapni qildi. Bu fursat bor bo'lgandan bak cho'ng bu fursat, chunki Xitoyning o'zi yemirilyotdi, zavolliq yuzilyotdi. Undan keyin bu sizlarning mustaqil davlat qurishinglar bizning manfaatimizga uyg'un keladi. Asharda Sharqiy Turkiston mustaqil davlat qurib chiqsa, u o'zining atrofidagi O'rta Osiyodagi turk davlatlari bilan va Pokiston, Hindiston, Tibet va Mongoliya bilan birlikda bir Rossiya va Xitoyga qarshi kuchli bo'lib shakllandi. Bu Amerikaning strategik manfaatiga uyg'un dedi. Demak, Amerikaning strategik manfaatiga uyg'un bo'lgan ekan, Amerika cho'qim yordam berdi degan gap. Ondan keyin bizningki mustaqil bo'lishimiz qanday taklifimiz bor deganda, hammanglar tayyor holatda turishinglar kerak. Mustaqillik degan bir ideya bilan turishinglar kerak. Tayyor holatda turmasanglar bu fursat ketib qoladi dedi. Endi ya bu fursat faqatdan bir qatimlam keladi. To'g'ri. Ya'ni qaytib kelmaydi. Shuning uchun tayyor turishinglar kerak. Endi bu hozir Amerika bilan Xitoy munosabatlaridagi ahvolga kelganda Amerikaning ba'zi shirkatlarininki Xitoyga davomli savdo munosabatda turayotganligi, xuddi Pfizer, Tesla, undan keyin Apple'ga o'xshash kompaniyalarninki Xitoydan pul tepayotganligi, buning Amerikaning manfaatiga ziyonli ekanligi. Bunda qilganda Xitoyninki pul tepishiga yordam bergan bo'lib, Uyg'urlarni bostirishiga bir yordam berganlik bo'lib qolganligini, bo'lsa Amerika shirkatlarininki Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini kesish kerakligini o'tirib qo'ydi. Endi istixborot to'g'risida bir qonun chiqarganligini, buni qaror chiqarganligini, quturish chiqadi. Bu to'g'riliq bundan keyin Salih Xudoyor efendim javob berdi, shuni bu yerda demaymiz. Bundan keyin sizlar bu Binlasin efendim deydi, sizlar kim sizlar uchun xizmat qilyotdi? Kim sizlarning mustaqilliginglar uchun, sizlarning taqdiringlar uchun jon kuydiryapti, buni bilishinglar kerak deb Sharqiy Turkiston surgun hukumatini tilga oldi. Demak, Amerika yordam beramiz deb istagan vaqtda kimning mustaqillik irodasi bor, kim mush ishga yaraydi deb bir tashkilotlarni istaydi. Bu qitim bizniki bu qo'l qo'yishimizmi, bizning Uyg'urlarningki milliy manfaatiga munosabatlik Amerikaga o'zimizning irodasini bildirgan bir fursat. Shunga
buni qo'ldan berib qo'ymasligimizni umid qilamiz. Hamda bu Binlasin bilan bo'lgan suhbatninki siz yana to'liqlab deydigan yeringiz bo'lsa, siz buni xuddi mana bu istixborot to'g'risidagi nimani so'zlab. Hamda asosan bu Binlasin apandimninki teklif qilishimizning sababi ba'zi aqlliqlar, ya'ni o'zini aqlliq deydigan ba'zi kishilar chiqirib, bebana chiqirib, ya'ni imzo qildirmaslik uchun buni xato, bu aqmaydi, bu ish mustaqillik, Amerikasini mustaqillikka yordam beramdi, Amerika andamanda bu Xitoyning zimin butunligi bilan ularningki dadi Xitoyning zimin butunligi va egalik huquqini qo'g'dash ya. Shuning uchun shuning bilan bu Amerika Xitoyning egalik huquqini hurmat qiladigan bo'lsa, zimin butunligini hurmat qilib imzo qilgan bo'lsa, dedi. Uningga Binlasin apandim tafsili bayon siz degandek javob berdi. Bu Sharq Turkiston bilan Xitoyni biz bir ko'rmaymiz. Sharq Turkiston bilan Xitoy biz ham Xitoyning bir Xitoyni e'tirof qilavera olamiz, ham Sharq Turkistonni e'tirof qilavera olamiz. Siyosatimizga taqashmaydi, chunki u yerda Xitoyniki boshqa bir davlatni besib olishga haqqi yo'q. Uningga ma'qul deb ko'z yumib qo'yamiz degan bir nima yo'q. Xitoyning territoriyasini anchilik degan bir narsami yo'q. Biz imzo qilgan narsada. To'g'ri. Shuning uchun bu o'qibaq. Shuna dedi, biz imzo qilgan modelni nimani o'qibaq, nima deydi u? Men o'qib chiqdim. To'g'ri. Amerika uni ustulik bilan kavobmi ko'ymaydigan, ziqmi ko'ymaydigan yerda faqat Xitoyni goldu turish qillam. Undaqda nima qilibdi? Xitoylar bizga nisbatan bir u yerda uningda jig'izilqi Xitoy bizning Sharq Turkistonni qaysi til bilan oladi? Rezil atalg'i bor u. Atalg'imi yo'q uning ichida. Bizga munosabatli bir nima yo'q. Faqat shu biz Xitoyni tunaymiz. Birlama Xitoy hukumati bor, birlama Xitoy bor, shunallam tunaymiz degan nima? Va Tayvanninki masalasi kelgan chaqda shu biz Tayvanni Xitoy deb tunamaymiz degan yer bor. Xitoyning hukumati deb tunamaymiz degan yer bor. Agar uning bilan biz bilan hech bir aloqasi yo'q. U bir uning da o'tib ketayli. Ikkinchidan deyilgan narsalar, masalan, buni mumkin emasmi, mumkinmi degan masalasiga kelsak. Mumkin. Bu biz o'zimiz iroda qilmasak, biz o'zimiz nima qilmasak, o'zimiz talabimizni qilmasak, xalqaro qanday biladi? O'zimizni to'sib olsak, xalqaro bizga qanday yordam beradi? O'zimiz Amerika, boshqa Yevropa bizga yordam qildi desak, bular bizga qanday yordam qiladi? Biz Xitoyni oldiga berib, Kolchonsonda gongsangdan deb qo'yganga Xitoy chaqirib, ma Uyg'urlarningki mendan marhamat tilovati deb marhamat qilamdi. U dushmanni tunmaganlikning nimasi dadin tatibimiz hozir qadar. Dushman Sharq Turkistonning bir g'erik zaminini Xitoylar tajovuz qilman deydigan yoki har qanday kuch tajovuz qilman deydigan bo'lsa, Xitoyning atalmış bir parça qilman deydigan bo'lsa, Xitoyning rezil atalg'isini ishlatman deydigan bo'lsa, Xitoylar ular dushman. Uni bilish kerak. Mayli u kommunist bo'lamdi, Gomandingni bo'lamdi, Tungani bo'lamdi. Atalmış demokratchilar bo'lamdi, u dushman. Uni tushunishimiz kerak. Bu asosan shu fitnalarga javob bo'ldi. Ya'ni Amerikalik bir strategiyachininki, Amerikalik bir davlat adamininki buningga bizning xalqimizga berayotgan javobi, ba'zi turkum kishilarninki o'yinlarga berayotgan javobi. Ondan dedi, burun biz ko'z yumib qo'ygandik bunday narsalarga. İstihbaratning masalasiga kelsak, biz bu qarorni bu nimani qilayotgan vaqtdami, bu nima faoliyatni o'tirib qo'ygan vaqtda, bu imzo harakatini o'tirib qo'ygan vaqtdami, bir kun oldingi Amerikaninki bexatarlik qarshi istihborot va bexatarlik markazi yerlik istihborot FBI bilan Federatsiya istihborot byurosi bilan birlashib uqtirish e'lon qildi. Uni men chiqarib qo'ydim. Uqtirishni. O'qinglar, tafsilotli 3 betlik Uyg'urcha nimada
Çünkü muşunda to'salg'inlarni baliqni biz necha qatim buliq dedik Amerika hukumatiga. Biz har kurashganimiz bilan rasm o'tirib tashlab qo'ysak, dushmanimiz burunqidek ishimizni buzishga tirishadi. Shuning uchun biz shu hech kimga bildirmay, ishimiz mansıllanmayli. Biz bu yerda shu qilib ishonch nim qilish uchun qilmayapmiz. İşimiz aksın dep nima qilyapmiz. Shuning uchun biz dedik. Uzundan beri dedi. Zaten menimki 5imdan kech kelganimni bu biladi o. Qaysi kimning uyda yotganligini, Xitoy jasusininki, kim kelganligini, kimning xotni bilan munosabati borligini, qaysi oshxonada ishlatganligini, qaysi oshxon surish qilish jarayonida shaqqillam taqilib ketganini hammasi biladi. Burun ko'z yumib qo'ygan bilan bundan keyin ko'z yummaymiz deb ular ani o'tirib qo'ydi. Ya'ni xalqimizga chaqiriq qildi. Agar sizlarni o'sha Xitoy g'alchillari, Xitoy uchun xizmat qilayotgan, ya sizlar bilmay, sizlarni shunda sen mani tillab bersang, ani nim qilib bersang, mashina qilib berma, yoki sovg'at berma, yo pul berma. Yoki biz uchun ma tashviqotni qilib ber. Yoki sen biz uchun mani tehdid qilib ber, mani haqoratlab ber, mani o'ttirman deb ber. Xuddi ba'zilar qildi ya. Uni kim qildiganligini zaten Amerikalik biladi. Ash telefon qildirdinglar ya. Sizlar telefon qildirib. Ash telefonini ash odamga meni o'ttirman deganiga telefon qilgan odam nima biladi? Hozirchi ishni qilmayotgan bilan biladi Amerika hukumati kimning qilganligini. Shuning uchun bular deydi, uqtirishini chiqarib, ey Sharq Turkistonliklar, ey Uyg'urlar, Uyg'urcha chiqirg'lik. Agar mushunda ishlar yuz bergan bo'lsa, beshinliga bu qonun so'z bizning qonunimizga xilof narsalar. Qo'rqmay, mana bizga danglar. Bu undaq 5 yildan kechgan mushunda ishlar bo'lsa, bizga danglar, mana istixborotniki nimasiga emailga yozinglar, telefon qilinglar yoki bizalniki eng yaqinki istixborot markaziga bilib danglar. Yani bizga chaqiriq qilyapti. Agar fikr erkinligini buzman, yani nurg'ulari chiqib mustaqillik desang bo'lmaydi, mustaqillik desang anda qilma, manda qilma deb tehdid qildi ya. Ashundali bo'lsa, bizga ma'lum qil. Yani men bilan deyish bilan bo'lmaydi bu ish. Menikini zaten biladi bular, bilib bo'ldi. Men zaten ne chiqitim deb bo'ldi, nechisiga. Biladi. Qolgan xalqdan agar buni joylaymiz desak, agar bu Xitoyning jasuslaridan, bu qo'lchimoqchilardan qutulaman desanglar, bizga uchur beringlar. Undan keyin biz qonuniy yo'llar bilan buni hal qilamiz, deyapti. Ya'ni chaqiriq qilyapti. Qo'rqmanglar, burun ko'z yumib qo'ygan bilan bundan keyin ko'z yummaymiz. Shuning uchun bunday kishilarni bizga ma'lum qilinglar deb Amerika hukumati chaqiriq qilyapti. Chunki bizning da'vosimizning aqmasligi dal mush sababdan. Bu manqurt, bu xaylini, bu Xitoyning jasuslari yo'qotmay, tozlamay Amerika. Bizningki u cho'ng ulug' Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizning aqmaydiganligini biladi. Shuning uchun bizga bu chaqiriqni, ya'ni Sharq Turkiston xalqiga Uyg'ur tilida Uyg'urlarga bu chaqiriqni qilyapti. Agar chet elda bo'lsanglarmi, sizlarmi o'zingizninki qo'rqmay shu yerlik istixborot, shu davlat, qaysi davlat bo'lsin, Yevropadagi davlatlar bo'lsanglar, shu yerning istixboroti deyishinglar kerak. Manda ishlar bilayotdi. Agar da'vo pokizlansin desanglar, agar ishimiz aqsin desanglar, agar sizlarni mush qo'rqitayotgan, tehdid qilayotgan, sizlarni qiltaq tushirgan bo'lsa-mu, manda qilib qiltaq tushirdanlar. Amerika hukumatiga, uni Amerika hukumati yeyib etmaydi aldi. Ammo shu yeyman, ma sababdan seni mandat nim qilaman deganlarni joylaydi. Sizlarning hukumatinglarmi joylaydi. Agar o'zingizning hukumatinglar demasanglarmi, FBI deb qo'ysanglar, ular FBI ular bilan aloqalashib, ashundalini tepib chiqib joylaydi. Shuning uchun bu bir muhim chaqiriq. Unimi ben efendimmi uni qaytadan takrorladi. Chaqiriq qildi eng ayg'ida. Ya'ni sizlar buni nim qilishinglar kerak. Bu qarish istixborot va bexatarlik markazi buni va FBI bilan buni o'tirib qo'ydi. Mushunda ishlar bo'lsa ma'lum qilinglar deyapti. Demak, Xitoyga ishlaganlar bo'lsa,
ularning hammasini tepib chiqish Amerika o'z ustiga olgan vazifasi bo'libdi hozir. Demak, bizning yo'limiz texim ichilib, teximi pokizlanibdi. Bundan keyin bu pokizlandi. Bundan keyin texim yo'q. Shundan qarab yuzlanadi hozir. Texi bular endi boshlayotdi. Endi diqqat qilyotdi. Chunki endi tunyotdi. Bunda ishning bog'liq zaten biladi, ammo vaqt diqqatini nimasini sarf qilmagandi. Chunki Xitoy bilan u vaqtda munosabati bugünkidek manda nima emas. Hozir qolat kelmagandi. Shuning bilan sizlar biz xalqim deydiganimiz shu. Bana deyishingning hojati yo'q. Haqi deyishingning hojati yo'q. Uyg'urcha, inglizcha bilmasanglarmi, bilganingizlar deyishinglar, danglar bularga. Yazmış şekilde demsizlar, nima şekilde demsizlar, bu hozir istixborotniki adamlar bor buni nima sizlarni tushunib nima qila oladigan. Shuning uchun qo'rqmay danglar. Sizlarmi bu sizlarni qo'rqitayotgan, tehdit qilayotganlardan qutulinglar. Rahmat. Rahmat. Bu Amerikaning manfaati bizning manfaatimiz bilan jisiflashgunish uchun bu yo'lda biz o'rtaq hozir Sharq Turkistonning mustaqillik yo'lida. Undan keyin bu One China, ya'ni bir Jungo policy deganda kichkina siyosiy nimasi bor odamlar biladiki, bu Tayvan bilan bo'lgan Xitoyninki taraf to'qinishlarda buningda necha yil burun bu Amerika chiqib buni tushuntirib bo'lgan. Biz Xitoyni e'tirof qilganimiz Tayvanninki mustaqillikni e'tirof qilmaganimiz emas. Bu ayrim narsa bu. degan tunigan Billasin efendim bunu qayta takrorladi va bizga tatbiq qildi. Bu nihoyatda yaxshi bir intervyu bo'ldi tunigan, bizga foydasini aytdi zo'r. Hamda Uyg'ur siyosat qonuni Avam palatasidan o'tdi tunigan. Buning uchun hammamiz xush bo'ldik. Ammo bu qonunning burunroq chiqish imkoniyati bormidi? Buningga qo'shib Amerika Davlat Majlisining ish bajarish mexanizmini so'zlab bergan bo'lsangiz. Albatta. İlişkine çıktı, öttü. Parlamentning bir qismidan, yan bir qismidan senatdan o'tish kerak. Bu qilingan talablimi aziz qarindoshlar? Ayni vaqtda 2018-yilda biz Uyg'ur qonun chiqiramiz deb Xitoyning yozishi Amerika parlamenti oldida namoyish qilib, shu dokladlarimizni ko'tarib, shu qonun loyihasimizni ko'tarib nima qildik ya, ba'zilar buziman, unda qilaman, bunda qilaman, tirishman desimi, biz yani qilaverdik. Shu vaqtda hamma narsa ishiga olgan. Bugun da'vat qilmizmi, masalan, Sharq Turkistonni besib olgan davlat deb e'tirof qildirishmi, uning ishiga olgan. Chunki ayni vaqtda biz nimizdoq, bizni 2002-yildagi Tibetning qonuniga asosan shuni asos qilib biz sal o'zgartirgan yerlarni o'zgartib, Uyg'urlarga, Sharq Turkistonga shakllantirib o'zgartdik. Shuni chiqarish uchun tirishimiz deb yo'llangan to'q. Onda masalan Amerika Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkistonga munosabatlik bir xodimning bo'lishi, special coordinatorniki Sharq Turkistonning besilib olgan davlat deb e'tirof qilishi, xuddi Tibet surgun hukumatiga va Tibet tashkilotlariga iqtisodiy jihatdan yordam berayotgandek bizgimi, ya'ni Sharq Turkistonlik va Uyg'ur tashkilotlarga o vaqtda men surgun hukumat bilan hech bir nimam yo'q, munosabatim yo'q, nimam yo'q vaqtlar ular. Ashunda yozilgan-ti bizning kilimimizda Sharq Turkistonning besilib olgan davlat nima, undan keyin bizning adam tarbiyalash uchun az deganda bir $1,5 million ajratib, o'qitadiganlarni o'qitib, adamlarimizni tarbiyalab degan moddasim bor uningda. Tafsilanim qildik. Ammo qanday bo'ldi? Başta bu bo'lmaydi deb bular qarshi turdi. Bizningki atalmış da'vogarlar va da'vogar tashkilotlar. Keyin Rubioning ishxonasi Xudoning kunida chirivergandan keyin men bu ishxonaga ular meningki nimamni qo'lga olib maslahatlashimiz, o'ylashimiz degandan keyin ma'lum xabar tepib, chunki yanimizdalar uning adimi bor-ya. Biz cho'ng ulug' daimiz deb yanimizda turib olgan bir kishiga uning bilan maslahatlashib, holiga gap yetkazib, ishni buzishga ular tirishdi. Tirishib qanday qildi? Shinjong Uyg'ur qonun chiqaramiz deb nima qildi? Shu vaqtda. Shuning bilan biz zaplashdik.
Biz dedik Rubio'ga boptu Şarkı Türkistan desek bolmaydı eken anda başka teşkilat anda davet seni anda davet manda davet dedi Rubio'nun işgal tikilip küreşke vaqtda. Ben dedim boptu birinci ketimlik ma biz bilen yardımlaşıp atkan Amerikalık dedi boptu ma birinci ketimlik ma çıksın. Ma Şinjan degenini aldırıp iteyli kağa yerim aciz bosmu sen talep kıykanındaki bombasmu çıksın. Bodu vaktim yana yanıltıp bunu nim kılımız dedi. Teknik güçlük kılımız ma çıkıp alsın. Bu tügde 2020'de yani yanıltımızda tırıştık biz. 2020 yılda. Yani şu bronk opmoqşaş nimeni oturup koyduk yani. Ötkende mani kılanmağantın hem de mani kıl. Hem de azırak Amerika hükümeti parlamenti bölümü düşeldi bizne mani kıl desek. Yani kandaksı ki bizning baxtimiz qarşı bazı kişiler hem de bulun bilen körüşüp turuyvergendiki bundan mı soraydı bundan mı sorgandikin yana acizlaştırgan nimeni oturup koydu. Amerika parlamenti bazı bunun bilen maslahatlaşıp. 2021'de oturup koydu. Yana akmadı. Ötme suzulap marketim yana 2023 yılda oturup koyulgan tem şu dima representative Kim Yang tarafından. Onun da yani şu asasen şu Uygur nima Şarkı Türkistan demedi yana. Onun da yani şu Xitayning kelqirajil atalgısı var. Hepsiz içinde. Güçlengen yerine desek nere güçlendi? Şu an nimide Taşkı İşler Ministerliği'de Uygurluğu mesul bir hadim biktiş, special coordinator biktiş yerilam asasen güçlengen yeri burunqıdan farkı zor desek şu farkı zor. Şu olan nim kılındı. Ama bunu senetnik kanun nimo bulanınki çıkarmakçı siyasi nimisi de o yok. Senetning nimisi bilen küreşdik, hatta Rubio'nun işgalsi bilen mi küreşdik bu yakta. Çünkü o senetning tarafına Rubio oturup koydu ya. Ola vay bu biz Cumhuriyetçil onda kılmayımız bizning nima biz bu Tibet bu special coordinator nimini kıyığımız yok. Akçıkökçü de paylaşında bir gapını kıldı. Ama onu mu kılıdı o? İkisi birleştirip bu zakir kılıdı o. Yani inşallah biz ümidimiz var bu Uygur yaki Şarkı Türkistanlığı mesul hadim nimisi bikitildi yani. Ama şu parlament senet kınim kılış gerek. Senet tehi bunu oturga elke münazır kımmet tehice. Münazır kılış gerek bula. Şunun için bizninki bu imza hareketimiz asasen şu senetni hayal kılışka, umumi parlamentka ama senet kımı nim kılışka. Yani çünkü Rubia'nınki nimisini desek, nim için Mongol yazdık bilem de az edip bireyim. Nim için Mongollarını Şarkı Türkistan halkının Katar'da yazdık. Çünkü Rubia'nınki Taşkı İşler hadime nim dedi. Onunki ayalımı biz nimisi Mongolken. Bu Cungarlı'mı bir yer yaşaydı, bu Şarkı Türkistan desek bu Cungarlı'nınki tüprokiyeti, andatı, mandatı, etiti deyişki başladı. Ben dedim bu Cungarlı kaçan geldi, sen tarihini bilemsen. Onun da Cungarlı'dan burun bir yerde kançılık yaşadık Uygurlar, onu bilemsen. Ama o yerde Mongollu'nun bağı, Mongollu'nun aklarını kanda aklımız dedi. Biz elbette Mongollu'nun aklarını mı kokdaymayız. Ama zeminimiz Şarkı Türkistan'da şunun için anim kıygandaki ben efendimi yenimde bağ o vaxtında. O jığıllıda. Şunun bilen biz maslahatlaşıp manda güçlüğürak muşulunki çünkü ne çiz parlamento azaları bilen küreştik biz. Muşuluğa nim kıldıraylı. Emmisininki bir kilovatkan cevaplarga. Nim için bizninki başka bir devlet bilen denizimin davasımız yok da yazdık. Çünkü daha hem sıraydıgını bu Şarkı Türkistan degenanla başka bir devletning zimini nim kılamdı o. Tutuşamdı o. Başka bir devlet bilen zimin davasınla bağımı. Şunun için ahittim okugan bolsanla Şarkı Türkistan halkının ki başka bir
devlet bilen hiç kanda bir zemin davası yok. Bizning zemin davasımız fakat şu Şarkı Türkistan zemini Xitoy tarafından işgal kılıngan Şarkı Türkistan zemini dep yazdıdı. Meyadik manda mesele ba aziz qarindoshlar. Men hozir deb qo'ydim bu narsalarga. Texmi echiq bo'lsin deb. Nima uchun qilyapmiz? Biz şu xalqimizningki umumiy manfaat uchun kurash qilyapmiz. 2018dan tortib, hatto 2017dan tortib bu yo'ldami? Mush qonunni chiqarman, mush nimani qildirman deb. Shuning uchun bu bizningki imzo harakatimiz muhim bu vaqtda. Chunki senatni qoyil qilish kerak. Agar senat maddeni çiğizmese, special coordinatorlık nimisini çiğizmese, onu maymen dep turib alsa, umma bo'lmaydi. Yani şu kiçikin ismi özgergen bilen 2023-yili yoki 2024-yili dep chiqargan bilen öz ichidagi moddalar asosan o'zgarmagan ma'lumot bo'ladi. Yani bir yangilik bo'lmaydi. Andan keyin bir masala bu nimaga bu parlamentninki nimeniki ish qilish nimasiga kelsak, ba'zi qarindoshlar bu chiqib bo'lgan qonun yana nimishga qaytadan chiqadi. Chunki qonunlar doim yangilib turdi, texnik kuchlantirilib turdi, upgrade qilindi. Xuddi sizningki telefonlarimizda har oyda yangi software update qildingiz-da ya. Yangi bir narsani chiqib tuzilgan, texnik yaxshi qilgan nimalar chiqadi ya. Shu update, doim update qilinib turdi. Gerçi bizga aloqador narsalar u qadar jiq update qilinmaydi qonunlar. Masalan, Tibetning aloqador qonunlar, masalan 2002 bir qonun qilindi, 2019da yangilandi. Hozirmi 3-chi yangilanishi hozirsi. Ammo Amerikaning davlat mudofaa qonuni yılda yangilib turdi. Her yılı yangilanib turdi. Asas mazmuni o'xshash yana halqi. Nima deymiz? Title'ni mazmuni deb mazmuni oyat o'xshash. Ammo ichidagi moddalar kimga qanchalik yordam berildi, qanchalik iqtisod ketdi, qanday programmalar bor, hammasi doim yangilanib turdi. Siyosatninki, vaziyatninki tarqazasi bilan. Bizning ishimiz shu. Daim yangilanib turish kerak, texnik kuchlantirish kerak. Biz ham yana shu yana necha yil vaqtimiz o'tib ketmasin deb xalqimizni ma chaqirgan qildik. Ammo asosiy manfaatimizga negizlik eng muhim narsani shu xitqa qurish orqali ma'ni kirgizib olsa, buni bir vaqtdan qutulganimizdan yana bir necha yil vaqtimizni, 5-6 yil vaqtimizni isrof qilmay, bir vaqtdan ma'ni qiyginimiz tuzukroq. Çünkü mana qanchalik tezroq qabul qildira olsak, undan keyin ben efendim degandek bizga Sharq Turkistonning mustaqilligini keltirish fursatimi shunchalik tezroq keladi, shunchalik tezroq tayyor bo'lgan bo'lamiz va shunchalik tezroq Sharq Turkistonni mustaqilligini keltirish uchun haqiqiy urush olamiz. Maqsad shu. Rahmat. Bu Uyg'ur qonuni to'g'riliq qonun chiqqan chog'da boshqalar o'zini ko'rsatib maydonga chiqdi va bugun ularningki suhbati borkan, amaliyotda ular qonunni bostirib qo'yganlar. Hamda qonunni o'tkazganlar qatorida sahnaga chiqmoqchi. Buni boshqalar xaloyiq anglab boqsa bo'ladi. Hamda sizcha bu qatam Amerika Davlat Majlisidan Sharq Turkiston ishg'oliyat ostidagi davlat deb e'tirof qilinsa, buning bizga nima ahamiyati bor? Boymi dedingiz siz ahamiyatini? Hamda ahamiyatini asosan deb bo'ldim. Bu Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish bizningki davlat, ya'ni zamin davosimizni, davlat davosimizni, mustaqillik davosimizni qonuniy qiladi, haqliq qiladi. Xalqaralashtirdi. O vaqtda biz ilki Xitoyninki atalmış ishki masalasi emas, Xitoy ishg'ol ostidagi bir davlat. Xitoy bizningki zaminimizni, davlatimizni ishg'ol qilgan bir tajovuzchi bo'ladi xalqaroning nazariyatida. Va u tajovuzchiga bizningki qarshi harakat qilish, o'zimizni mudofaa qilish, zaminimizni, jenimizni, millimizni mudofaa qilish haqqimiz bo'ladi. Ya'ni Sharq Turkistonninki mustaqillik nasl keltirish uchun birinchi yo'llarning muhimligi. Nima uchun biz
2018 yılda o kadar nim kıldık. Irkı kırgınçılıkını itiraf kıldırımız dedik. Onu kıldırımız dedik. Nim için? Amma Allah desler biz vatan üçün canımız pida anda kılışımız gerek. Vatan uruş boz anda kılma. Vatan üçün canımını tikiytimen deymiz emmemiz. Şarayip olması nimini tikisiz? Addi bir namaşını kılanmasınız, haksızlığı şınıp o can kılışka nimini bir o? Anandaki kanunluk yok da nim kılmasak olmaydı bu işini. Olmasa Xitay yani şu biz ne kalpak bilanlam jaylaydı. Bizninki her kılıvatkanımız. Biz başkalıdak o kadar akılsız ya. Stratejiyasız iş kılıvatımız, işini yok. İşte ammini biz oylap kılıvatımız. Bugün nima qilsak, ati mani qilib bo'lgandan keyin ikkinchi nima qilishimizni bilamiz biz. Boshqaldek material yozib, uni qilib, buni qilib o'ylashib nima qilib ketishning hojati yo'q. Chunki bilamiz. Ati ma ishimiz hal bo'lgandan keyin yana ikkinchi bosqich nimaligini bilamiz. Shuningga tayyorlik turishi, ikkinchi bosqichga tayyorlik qilyapmiz hozir mushuga qonuniy qilyotgan ishlarimiz shu tayyorlik, shu vatanning mustaqilligini aslo keltirish, shu fursatga texmi tizlashtirish shu fursatni. Texmi tizdan bir kun baldu bo'lsa-mu, Sharq Turkiston zamininki bir bo'longni bo'lsa-mu, bir g'irich zamini bo'lsa-mu, shu yani ozod qilish, shu yani fetih qilish, shu yani Xitoyning ishg'oliyatidan, mustamlikasidan, irqiy qirg'inchilikdan qutquzish. Shuning uchun kurash qilyapmiz biz. Rahmat. Buningki nayt zo'r rahmati bor. Ondan keyin bu qitim imzo qo'yish faoliyatiga hamkorlikni bana qilish. Ya'ni bu ishni qilishdan burun bizga maslahat salmoqdi deganni imzo qo'ymaslikning banasi qilish aqlga sig'amdi. Sizcha? Bu imzo maslahat qilmaning deganligining nimasi kelayli. 2018da biz maslahat qilib nim bo'ldi biz maslahat qilgan vaqtda? Nima dedinglar? Esingizdan chiqibdimi? Yo, unda ish bo'lmaydi, oqmaydi. Biz buni 20-30 yilni yozib qilyapmiz. Ukam sen ishni bilmaydi kelsa sen o'qishni o'qiyva. Sen boshqa ishni qil. Sizning maslahatingiz shu. Sizlar maslahat salsak shu. Undan keyin biz chiqqandan keyin tursaymi deysizlar? Hatto parlamentda 2019-yilda her ayda bo'lmasmi, her 2 ayda bir xalqaro International Religious Freedom Roundtable batı. Onunla atalmış biz Uyghur taraftan 5-6 atalmış kişilik hukuk teşkilatları var. Hakiki siyasi jihatdan Sharq Turkiston uchun, Uyg'urlar uchunki siyosiy taqdir uchun kurashayotgan bir Sharq Turkiston tashkiloti bor. Ya'ni biz KL degan ikkimiz qatnashdik. 5-6 nima qarshi 60 tek teşkilat var ama 5-6'sı nima deydi biz Sharq Turkiston yozdiranlar desak, o Sharq Turkiston yozdursak bo'lmaydi. Xitoy anda qapıldı, manda qapıldı degan chimo. Israildan chiqibdimi ya? Qarşılık tuğanlarına İsraildan chiqibdimi? Hatta Communism Foundation bizni chaqirsa, barabar nima qilinglar? Ma nima so'zlar desa ultimatum berib, Salihning teşkilat qatnashsa biz qatnashmaymiz degan ultimatumni emailni yozgan chimo. Xalqmi zaten chiqadi ya o vaqtda. Amma o sizlarning qilgan ishlarning hammasini nima qilsam, kitob yozsam bo'ladi. Vaqt boshqa narsani qilmayman. Shu sizlarning qilgan ishingizda, to'sqinliqingizlar, buzg'unchiliginglar haqida bir tom kitob yoza olayman agar yozish kerak bo'lsa. Uni sizlar qanday ishinib sizlarga maslahat qilma, sizlarningki maslahat qiladigan naringni qoldi shu. Tusaysiz shu, ishimizni buzsizlar. Shu sizlarni deb ben rasmlarimizni bo'lmasa xalqimizga menmi sizlardek necha ming rasmni tushib bo'ldi, chiqarib qo'ysam bo'ladi. Parlament a'zolari bilan palonchi bilan kurashdim, pukunchi bilan kurashdim deb. Ammo shu qilgan amatlarni sizlar berib chiqsizlar. Ishni buzish uchun tirishlar. Chunki vazifangiz shu. Daim qilib keldinglar, shuning bilan nimani maslahatlashim men sizlardeklar bilan? Shu o'zaro maslahatlashimiz biz shu surgun hukumatlar bilan maslahatlashimiz
qilimiz chiqadi. Natija muhim bizga. Agar maslahat qilgan bo'lsak-mu, agar qilamani maslahatlash hammani yig'ilgan bo'lsa, u maslahatlash necha hafta vaqtimizni olib, ziyon tortimiz yana. İşmi buzuladi, ishmi aqmaydi, shu to'sqinliklarga uchraymiz. Shuning uchun sizlarga maslahatlashning kerak yo'q. Maslahatlashgan nima bor uningda? Bir yer xatomi ekan bo'lmasa? Bu bizniki yozgan nimamizniki manfaatimizga, Sharq Turkistonning, Uyg'urlarning manfaatiga zid bir yer bormi ekan? Yo'q. Shu biz maslahatlashganlar shu Amerikaliklar bilan maslahatlashimiz. İş biladiganlar, strategiyachilar bilan maslahatlashimiz biz. Shular bilan maslahatlashimiz. Sizlardek aqlli Xitoyninki zamin butunligidan ensirab Amerika Xitoyning zamin butunligiga xilof qilib qolarmikin deb ensiraydiganlar bilan maslahatlashishning hojati yo'q. Deydiganim shu. Rahmat. Demak, bu bir bana. Milliy manfaatga kelganda har qanday bana faqat bana. Hamda sizningki shu imzo faoliyatingiz bilan bizning bu milliy manfaatimiz, mushqitimliq milliy manfaatimiz taqishadigan bu imzo faoliyatingiz bilan butun Sharq Turkiston xalqiga, diasporadagi qanday murojaatingiz bor? Yana deydiganim hozir qadar, ya'ni 2 kun vaqtimiz bor. Hozir qadar imzo qilgan barliq tashkilot rahbarlaridan, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Biz buni shu davlatimizningki mustaqillik nasli keltirish, davlatimizni qaytadan qurish, xalqimizningki hurlik uchun, xalqimizningki mangulik baxt saodat uchun, qulluqdan qutulish, asoratdan qutulish, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun kurash qilyapmiz aziz qarindoshlar. Bu hammamizning burchi, hammamizningki milliy burchi bunga imzo qilish. Xalqaro biz bildirmasak, talablarimizni qilmasak, xalqaro biz bilan kari yo'q. Xuddi yig'ilgan büyük bola yig'ilmasa ana amchikni solishini nadan biladi u? Shu dadimizni aytishimiz kerak. Xalqaroga, yolg'izlam Amerikaga emas, dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar, g'arb davlatlariga dadimizni aytishimiz kerak. Bizning masalamiz ma'vo, sening davlatingga manda manfaat keladi. Xitoy manda tehdit sana, biz sana manda foydali akilalaymiz deb bularga nima qilishimiz kerak? Onundaki asta kurashib, o'ylanishib, ishonch qilgandan keyin bizning kimligimizni surish qilib, ishonch qilgandan keyin onundan keyin o'tirdi sizlar bilan. Onundan keyin yordam qilay deydi. Onundan keyin shu xalqing nim talab qiladi. Xalqing nim talab qilsa shuni hurmat qilamiz deydi. Chunki bu demokratik davlatlar, Xitoydagi fashist diktatorlik emas. Shuning uchun biz eng birinchi vazifamiz xalqimizning irodasini bildirish. Biz hammamiz bu yer tashkilotlarimiz bor, nimalarimiz bor. Biz hammamiz Sharq Turkiston uchun xizmat qilamiz, Uyg'ur uchun, millat uchun xizmat qilamiz deymiz ya. Mana shu fursat xizmat qilayotganligingning fakti eg'izda deb qo'ygan bilan bo'lmaydi. Hamma narsa qonunni imzo bilan mangadi ya g'arb davlatlarida, butun dunyoning ham yerda. Eg'iz deb qo'ygan bilan hech kim nim qilmaydi, chunki atsillam yana oladi. Voy unda demidim deblam. Deb qo'yganga ishonmaydi, fakt bo'lish kerak. Mana fakti. Ma qonunni kuchliroq chiqsin desanglar, ma qonun chiqsin. Amerika hukumati Sharq Turkistonni besib olgan davlat deb e'tirof qilsin. Ma Sharq Turkiston da'vosi rasmiy üstelgi ottasun, resmi yol çiğsin desanglar. Vatanimizninki mustaqillik bir gün burun bolsunmu, mustaqil bolsun desanglar, bununla imza qilsizlar. Şunun için yana deyman. Barliq teşkilatlarga, hatta şu dünya burun buzg'unchilik qilgan dunyo uyg'urligi xatoligimni tunibdi men. Bundan keyin qilmaymiz deb imkonsam silimi qo'yinglar. UAE Amerika Uyg'ur uyushimiz qo'yish kerak. UHRP'mi qo'yish kerak. Turkiyadagi barliq cho'ng tashkilotlar, o'zining cho'ng tashkilot deydigan masalan, Ma'rif bo'lsin, Hidoyatulloh O'g'izxonniki Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lsin, ulamo birligi bo'lsin, har jihatdan hammanglar qo'yishinglar kerak buningga. Chunki bu milliy vazifamiz. Bu bizningki. Mushuning bilan nima qilamiz? Bu fursatni ya'ni kelivermaydi qarindoshlar.
Bizge aldığımızda bir lan fırsat kaldı. Ya bu fırsatta tayyor bulup biz qutulamiz yoki tamamen kırılıp yuqulamiz. Başka yol kalmadı aziz qarindoshlar. Rahmat. Rahmat. Bizningki Tashqi ishlar ministrimiz Salih Xudoxo'rov rahmat. Nurg'un ishlarni qildi bu imzo faoliyati uchun. Ondan keyin barliq Sharqiy Turkistondagi fuqarolarni, shu diasporada yashayotgan tashkilotlarni bu ishga inchik qarshini, keskin qarshini va imzo qo'yishini umid qilamiz. Imzo qo'yganlarga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Ondan keyin bu imzo qo'yganlar ba'zi masalalarni Salih Xudoyordan so'raymiz deb torlarda e'lon qilib kelyotdi. Rahmat bizga bundaq bir takliflarni berganiga, ammo bizning uningga imkoniyatimiz yer vermaydi. Bo'lib Salih Xudoyorning qanday jiddiy ishlayotganini ko'ryapsizlar. Shunga biz mishada bir uzrxo'rlik aytaylik. Biz yana vaqt topganda sizlarning fikringlar bilan o'rtoqlashamiz va taklifinglarni anglaymiz, javob qaytaramiz. Ammo hozirgi bu jiddiychilikda biz unga ayrim-ayrim javob berib olmaymiz. Shuni bir tushunib ketgan bo'lsanglar. Undan keyin bizningki Cumhur raisimiz Mamtun Alapandam Twitterda ikki maqola e'lon qildi. Buning birisini Xitoylarningki xalq degan atalg'ini suiiste'mol qilish orqali xalqni kontrol qilish niyatiga yetilganligini bizningki Uyg'ur tilliq qari kommunistlar qarshi bir maqola yozibdi. Uni bu yerda vaqt munosabati bilan o'qimayman. Ammo bizning mushqitimliq imzo qo'yish faoliyatimizga to'lim udul keldigan Mamtun Alapandam Böğrü to'g'riliq bir maqola yozibdi. Men buni to'liq o'qib chiqay, hammanglar anglanglar. Bu bizningki bugungi programmamizning oxirgi so'zi bo'lib qolsin. Böğrüler dunyosida mundaq bir ajoyib ish bor. Ikki böre bir-biri bilan ajallik urushganda yengilgichi böre yengilganga tan ilib, bo'ynini yangichi böreге tanglaydi. Bu uning tubanchilik bilan men yengildim, endi bo'ynimni tishla, qinimni ish deganidir. Ammo bu vaqtda g'ayrat ish yuz berdi. Yangichi yengilgichining bo'ynini tishlamasdan uzundan uzoq turib ketdi. Ya'ni necha ming yillik bir hayot tuyg'usi yangichi böğrüning kalisiga xuddi chaqmoq chaqqandek keladi. U raqibini o'ltirmaydi. Chunki uningga va u kabi boshqa böğrülarga shunisi ayonki, bir böğre neslining saq qilishi uni o'ltirishdan keladigan sharaf besidan va nufuzidan texmo muhimdir. Böğrüler bir-biri bilan ilishib turdi. Ammo odaqli nuqtada bir-birini o'ltirmaydi. Chunki bu böğrünün yana bir böğrünü o'ltirishi böğrü neslining o'ltirishidir. Bu ular uchun tabiatini o'ltirish bilan barobardir. Böğrüler uchun o'z ichida yangichi va yengilgichi yo'q. Faqat nasllar bor. Sirtda o'xshash nasllik böğrüler yat nasllik dushmanlar bilan ilishib, ularni o'ltirdi. Böğrüler topida hech kim yengilib bo'ynini tutib bergan böğrüni masxir qilmaydi yoki mag'lub bo'lg'uchining bo'ynidan ilib, uning qinini chachirtib, g'azab bilan o'ltirmaganni ayblamaydi. Har ikkisi urushdan keyin böğrüler topiga qaytadi. Hayot o'lgirgideklar davomlashadi. Kunimizda haqiqiy böğrü bilan böğrü siyoq itlarning birdan-bir farqi nasl tushunchasining bor yo'qligidir. Böğrüler naslini o'ltirmaydi. Böğrüler naslini o'ltirmaydi. Itlar o'ltiradi. Nasl tushunchasi yo'qolganlar it kabi ilishib, bir-birining bo'ynidan ilib, bir-birini qonga bo'yab, kollektiv halok bo'ladi. Tabiatning har bir qonuniyatida bir tiran va necha asrlik hikmat bor. Bu hikmat bilan ish qilganlarla omon qoladi. Biz böğrü nasli, böğrüdek yashaylik qarindoshlar, ish to'qinmaylik. Hammanglarning mush vaqtiga rahmat. Salih Xudoyor apandimga ko'pdan-ko'p rahmat. Bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Allohga omonat. Xayr xo'sh.